bismillah, xolis niyatim hamroh. Nasib aylasa Alloh, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Borligimga sababim, mehri ko'nglim tarafim, farzim qarzim sharafim. Har bir karvon boshida bir sarbon bo'lar, o'shal sarbon karvonlarga posbon bo'lar. Sizga atab she'rlar yozsam doston bo'lar, hayotimga sarbonimsiz otajonim. Armonlarning qarshisida bosh egmagan, sinovlarning qarshisida bosh egmagan, alamlarning qarshisida bosh egmagan, g'ururlari osmonimsiz otajonim. Bolam deya halol luqma tishlatganim, nasihatla yuragimni xushlatganim, qo'lim cho'ssam yulduzlarni ushlatganim, umidimsiz, imkonimsiz otajonim. Assalomu alaykum qadrdon do'stlarimiz, bizni hamisha har doim uzoqdan yaqindan kuzatib borayotgan barcha qadrli jigarlarimiz, sizlar bilan yana bir bora sog'likda, salomatlikda, tinchlikda, xotirjamlikda, Alloh taoloning fayzli, barokatli oqshomlarini birida tinch xotirjam elimizda bir mehmon do'st, mehnatsevar, mehmonsevar xonadonda bir tabarruk insonlarni tavallud ayyomlarida g'oyibona didorlashib turganimizdan bag'oyatdan minnatdormiz. Mana bugun Alloh taolo nasib qilib Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumani Aqcho'ko'l ovuliga yetib keldik. Ushbu ovulimizda istiqomat qiluvchi o'zlarini uzoq yillardan beri samarali mehnatlari bilan, fidokorona mehnatlari bilan barchamiz uchun hurmatli bo'lgan insonlardan mana avvalambor ana shu sulolamizni tabarruk zotlaridan Gulzira onamizni xonadonlariga qolaversa, Erkaboy akamizni, Guliston opamizni xonadonlariga yetib keldik. Ushbu ana shu xonadonda istiqomat qiluvchi barchamiz uchun hurmatli bo'lgan insonlardan hali aytib o'tishimiz lozimki, yaqindagina o'zlarini kenjatoy farzandlarini to'ylarini, farz to'ylarini o'tkazgan ana shu Erkaboy akamizni tavallud ayyomlari bilan qutlash maqsadida tashrif buyurdik. Demak, bugungi tavallud ayyom munosabati bilan avvalambor bizni ijodiy jamoamiz nomidan qolaversa shu otajonimizni jamiki farzandlarini, yaqinlarini, nevaralarini nomlaridan sulolamizni barcha vakillarini nomidan chin dildan samimiy muborakbod qilamiz. Alloh taolo ana shu otamiz, onamiz hali uzoq yillar davomida sog' bo'lib, salomat bo'lib shu farzandlarini, nevara, chevara, evalardan o'zlarini albatta baxt kamollarini ko'rib, ularni yaxshi kunlarida bebaho duolarni berib o'tirishlikni yaratganni o'zi Alloh taoloning o'zi nasib ro'zi aylagan bo'lsin deymiz albatta. Endi mana ko'rib turganingizdek, otamizga, onamizga bebaho, betakror sovg'alarimiz bor. Farzandlarini, kelinlarini, nevaralarini nomlaridan Xudo xolasa kirib, ularga kutilmagan sovg'alarni, kutilmagan syurprizlarni Xudo xolasa siz bilan birgalikda ulashib chiqamiz. Shunday ekan bizdan uzoqlashmay Xudo xolasa ana shu ota-onalarga mehrli, oqibatli, muhabbatli, sadoqatli farzandlarni, ularga bo'lgan sevgi muhabbatlarini, Xudo xolasa chiroyli, sog'inchli salomlarni siz bilan birgalikda chiroyli sovg'alar bilan qolaversa, tabriklar loyihamiz bilan ulashib qo'yishlikda davom etamiz. Marhamat. Bismillah, xolis niyatim hamroh. Nasib aylasa Alloh, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Borligimga sababim, mehri ko'nglim tarafim, farzim qarzim sharafim. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Jannat onam poyida, otamning duoyida, menga eng ulug' foyda. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Armon belim sindirib, yelkam uzra mindirib, Ka'bani aylantirib, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Dunyodagi ishim shu,
Bolalik xohishim shu, eng shirin tashvishim shu. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Jannat onam poyida, otamning duoyida. Menga eng ulug' foyda. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening. Rahmat, bir qarsaklar bo'lsin, energiya bilan o'tiramiz. Kalomi sharifda deydi Xudoyim, ota-onang rizo shunda rizoyim. Hayotda hamisha Rasuli akram ota-onalarni tutib mukarram. Bo'lsang sen agar jannat qasdida, jannat seni ota-onangni oyog'i ostida. Oxir bu so'zning tagiga yetarsan, avvalo otangni, onangni rozi etarsan. Ota-onang yo'ling yorib ko'chirsham, qo'lingda shaming bo'lsa, sen uchun ne'g'am. Assalomu alaykum tabarruk otaxonlarimiz, muhtarama onajonlarimiz, qarindosh, yaqinlarimiz, do'stu, oshnolarimiz barchangizga yana bir bora assalomu alaykum deymiz. Ushbu chiroyli fayzli xonadonimizga xush kelibsizlarni aytib o'tishimiz kerak. O'rni kelganda yaqindagina tavallud ayyom, yaqindagina chiroyli to'ylarni o'tkazdi. Xudo xolasa mana tavallud ayyom munosabati bilan tashrif berib o'tirmiz. Mana bugun Alloh taolo nasib qilib shu Yilliqal'a tumani Aqchako'l ovulimizda istiqomat qiluvchi barchamiz uchun hurmatli bo'lgan insonlardan qolaversa, o'zlarini uzoq yillik samarali mehnatlari bilan, ibratli, o'rnakli umr yo'llari bilan barchamiz uchun hurmatli bo'lgan insonlardan mana avvalambor ana shu Gulzira onamizni, Ergaboy akamizni, Guliston opamizning xonadonlariga Xudo xolasa mana yana bir bora ijodiy jamoamiz bilan yetib keldik. Bugun shu tabarruk otaxonimiz Ergaboy otamizni tavallud ayyomlari bilan, muborak yoshlari bilan qutlab keldik. Tavallud ayyomlari muborak bo'lsin. Qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlab qo'yamiz. Endi bugungi tavallud ayyom munosabati bilan avvalambor Gulzira onamizning nomlaridan, Guliston ammamizning nomlaridan mana farzandlar, nevaralar bor ekan. Nurulla akamiz, Muhabbat opamiz, Gulnora opamiz bor, Ne'matjon akamiz, Hikmat akamizni, Gulzira opamizning nomlaridan, Sardorbek, Sarbonoz ana shu yaqinlarimiz nomlaridan qolaversa mana nevaralar, yaqinlarimiz bor ekan. Husniddin, Jamshid, Mohira, Mahliyo, Mahbuba, Surayyo, Sayyora, Diana, Muhriddin, Lazizbek, Boburbek yaqinlarimiz nomlaridan qolaversa mana yulduz kelinlaringiz nomidan bugungi tavallud ayyom bilan chin dildan samimiy muborakbod qilamiz. Alloh taolo shu hali umrlaringiz uzoq bo'lib shu otamiz, onamiz bilan qo'sha qarib shu 70 ga, 80 ga, 90 ga, 100 ga to'lgan vaqtlaringizdan biza ijodiy jamoamiz bilan kelib Xudo xolasa sizni tavallud ayyomingiz bilan qutlab o'tirishni yaratganni o'zi nasib ro'zi aylagan bo'lsin. Bizni shu yaqindagina farz to'ylari bo'lgan Kenjatoy o'g'limizni ham tabriklaymiz. Ana shu farzandingiz, keliningiz baxtli saodatli bo'lsinlar. Alloh taolo nasib qilib shu farzandingizni, farzandi bo'lgan vaqtimda sizni chevara bilan, ana o'g'limizni farzand bilan tabriklab kelib o'tishni yaratganni o'zi nasib ro'zi aylagan bo'lsin deymiz albatta. Endi shu yerda bugungi tavallud ayyom munosabati bilan yaqinlarimizni juda ham ko'plab sovg'alar bor. Umidjon ukamizni taklif qilamiz, gitarist chaqirib beringlar. Xudo xolasa chiroyli qo'shiqlar bilan birgalikda ana shu otamizga, onamizga sovg'alarni ulashib qo'yamiz. Qani marhamat. Yaylasin xuvona. Qarsaklar. Bugun shodiyomat, bugun muborak. Yaylasin xuvona, bugunga to'yona. Bugun shodiyomat, tug'ilgan kun muborak. Muborak, muborak, tug'ilgan kun muborak. Davra uni o'ynanglar yaxshilar. Muborak, muborak, tug'ilgan kun muborak. Davra uni o'ynanglar yaxshilar. Muborak.
dadam. Senin baktığım için var bo'ling dadam. G'ururimsiz var bo'ling dadam. Baktığım için var bo'ling dadam. Omadimga yor bo'ling dadam. Qo'ydan baktığım için var bo'ling dadam. G'ururimsiz var bo'ling dadam. Bulgur ko'zingni ochgan, menga bosgan. Senga aytolmaydi qalbimdagi daryoda toshgan. Omadimga yor bo'ling dadam. Baxtim uchun bor bo'ling dadam. G'ururimsiz bor bo'ling dadam. Baxtim uchun bor bo'ling dadam. Bor bo'ling. Ha, rahmat, bir qarsaklar bo'lsin endi. Qaramma. Ha, rahmat, salomat bo'linglar. Demak, sovg'alar muborak bo'lsin. Endi shu yerda sarbolarni son-sanog'i yo'q, bahasi yo'q. Endi shularning ichida eng bir hamma eshitamiz. Hamma eshitamiz. Hamdan ko'ra ozgina so'ylab bitiringlar ozgina. Endi hamma sovg'alar alohida o'zini o'rni, o'zini yo'lbosh qilgan ichida eng oliy, eng bebaho sovg'a ham Ka'batullohning rasmi tushirilgan Qur'on Karim kitobi, Zamzam suvi, joy namozlar jamlanmasi. Buni hech qanday narsa bilan baholab qo'ymaydigan sovg'alar, qiyoslab qo'ymaydigan sovg'alar. Muborak bo'lsin shu sovg'alarni mantiqiy davomi sifatida Xudo xolasa keyingi safar kelgan vaqtimizda sizlarni umra ziyoratlaridan, haj ziyoratlaridan kutib olishni Alloh taolaning o'zi nasib ro'za aylagan bo'lsin deymiz. Endi bugungi tavallud ayyom munosabati bilan shu shirindan shakar farzandlaringiz, shirindan shakar nevaralaringiz tomonidan maxsus shirinlik tortlar tayyorlangan. Tunigun farzandingizdan, keliningizdan shirinlik tortlarni qabul qilib oldingizlar. Endi nevaralardan ham bir qabul qilib olasiz Xudo xolasa. Endi shirinlik tortdan ulashib qo'yamiz, hammamiz qo'llab-quvvatlab turamiz. Tabriklar. Bak kameraga tushsin deyman. Alman qo'yibdi. Qadringizga yetyapman bu kun. Bolalik birma-bir yodimga tushib, men deb qalbingizda doimo tugun, lekin qo'ymadingiz bir bor urushib. Boshingizga chiqsam goho ilgarab, opichlab yurdingiz ko'nglimga tegmay, yurasiz hamma vaqt ra'yimga qarab, o'syapman siz bilan boshimni egmay. Kech bo'ldi, uyga kir dedingiz ammo uydan chiqib qochdim devor tirmashib, har kuni bir ishkal men deb muammo, meni deb ajillar kelar chirmashib. Lekin eshitmadim qattiq gaplarni, yo'qdir ko'zingizda qahr alomat, faqat qimirlatib asta lablarni. Bolam yuribmisiz deysiz salomat. Shu on bag'ringizga borsam otilib, yelkamda ko'tarib yursam men baland, turar yuzingizdan mehr yog'ilib, bilaman siz uchun bo'laman farzand. 18 ga to'ldik, hali hamonsiz deysiz ovqat yegin, to'yib ichgin choy. Anglaymiz bularni kirganda 30, 40 ta otasi bor dunyoda eng boy. Shunda ham
10 yashar boladay bizni. Yurasiz hammadan qilib himoya, qadringiz bilamiz shu onda sizni deymiz. Uyda borsiz, o'zi kifoya. Chunki o'sib qoldi bizda ham farzand. Shundan so'ng uyg'ondi asli bu qushlar. Xursand ikki dunyo boshidir baland. Kimdan qolsa komil o'g'il va qizlar. Ota qadringizga yetyapman bu kun. Ota qadringizga yetyapman bu kun. Tabriklaymiz, tavallud ayyomlar muborak bo'lsin. Farzandlaringiz nomidan qabul qilib olasiz, Xudo xolasa. Endi har narsani o'rni bilan biz otamizni, onamizni ta'riflasak, she'r aytamiz desak, madh qilamiz desak, ertalabgacha o'tirib qolishimiz mumkin. Endi shuning uchun bu yerda tabarruk muhtarama onajonlarimiz, qarindosh, yaqinlardan ham bir ikki og'iz chiroyli tabriklarni eshitsakda, ana undan keyin hamma yaqinlarimizni o'yin kulgularimizni taklif qilsak bo'ladimi? Qani onajonimiz bir tabriklarni eshitamiz. Qo'shqalarni qo'sha qaram. Ya 70 ga chiqibdilar. 150 ga. Bunlar ham ziyat yoshlarni ko'rganlar. Ana shu kelin, ortiq, chavloq shularning yaxshi kunlarini birga ko'rib, birda yaxshi kunlarda yuraverganlar. Doim meni hamma hajga boryapti, shu hajlarga borib nasib etgansizlarga. Doim sog' bo'linglar, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Mana xudolarga, tag'am, tugan hamma birga yaxshi kunlarda birday o'tiraverganmiz. Sog'lik bo'lg'ay. Qo'sha qaring, baxtli bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling. Qani davom etamiz, tabriklaymiz onajonimiz. Hajga borib keldik. Eskiboy, Rustam. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Ağam kelinlar ham qutlu bo'lsin, Xudoyim xizmatlari buyurg'ay. Yekim qo'sha qari xizmatni qo'yib o'tirmoq nasib etgay. Allah Xudoyim shu umralarga ajrga borib yurmoqni nasib etib, Xudoyim kulib o'ynab shularni qalbiga so'yilgaysan, aqtiq chog'ib yo'qlar. To'y bo'lsin, yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Bunday to'ylarga kerak shu uyga. Rahmat, sog' bo'ling. Davom eting, tabriklayman. Bir chetdan söyleyemedinizler. To'rtinchi oylarda yashil qolardi. Qo'yanga tabriklayman, tug'ilgan kuningiz bilan yuzga kirgaysiz. Gulston opam bilan qo'sha qilasiz. Xudoyim shu tushgan kelinimi bilan baxtini, taxtini siyangaysiz. Ondan farzandlarni aqtiqlarni bag'rida qilishga saraysiz. Yuzga kirin. Doğulan günümüzden tabriklayman. İstanbul bilen Xudoyim uşaqlarni güzel so'rayib o'rgaysin. O'sha tushgan kelindan Xudoyim xizmat qiladi. Ularni ko'rish nasib etgan. Güzel so'rayib izlab shunday qilamiz Xudoyim. Yavaş çıktım ben. Kaçmama sen qataymak nasib etgay bolalarni hayotini ko'rmoqda. Endigi qo'ng'irog'ida hajga borg'aysiz. Erkata Gulston opam bilan. Rahmat, sog' bo'ling. Qani davom etamiz, bu yerda tabriklayman. Erkaklar bilan Gulston opamni tabriklaymiz. Xudoyim kelgan kelinlar qutlu qadamli kelin bo'lib kelgan. Xudoyim yoshna yosh qo'shilg'ay Xudoyim. O biyalar hem ciğerlerin hem aktarın kaynesi. Dayı Gulston opamni tabriklayman. Xudoyim umrlaringiz uzoq bo'lsin. Dunyo turgancha qildim. Qizlarning hayotini ko'rib, birdan shu qonib yuravergaysizlar. Tabriklayman Xudoyim. Rahmat, yana kimlar sizlarni tabriklaymiz. Onamizni chin dildan rozi bo'lib qilgan duosi Alloh taoloning dargohida ijobat bo'lmasdan qolmaydi ekan. Yerga aka siz ayting boshda. Amin. Amin. Mana og'aylar, xudolar shu buni bugun bir yaxshi tavallud ayyomimiz ekan. Shu hammangizga mingdan bir rahmat. Sizlarga ham shunday yaxshi kunlaringizda shunday yaxshi niyatlar bildirib, yaxshi so'zlar aytib, hammamizga nasib qilaver. Mana bu yerda yot deganda insonning o'zi hammamiz qarindosh urug' shu chambarcha boylangan insonlarmiz. Xudoyim hamisha
Şu çembercezim üzülmez, hemşe yaxşı günlerinizde hizmet kılıp tabriklaş nasip kılıversin. Allah'ım. Rahmat. Sağ salamat bo'lma, duolar ijobat bo'lsin. Erga va aka shu bugungi tabriklar loyihasini tashkilotchilariga ham bir alohida rahmat aytib qo'yamiz. Chunki endi men bu narsalar orasida yuribmanda bu ikki odamni biriga olib kelishda o'zi bo'lmaydi. Shuncha narsani biriga olib kelib, shuncha insonni jamlab, bizlardan taklif qilib, shu bugungi tabriklar loyihasini tashkil qilib turgan barcha yaqinlarimizga, farzandlaringizga, qarindoshlarimizga ham alohida o'z tashakkurlarimizni izhor qilamiz. Shu tinchlikda, xotirjamlikda hamisha bir-birimizni yaxshi kunlarda, shunday bir to'ylarda, tavallud ayyomlarda tabriklar borib o'tirishni Alloh taoloning o'zi nasib qilib aylagan bo'lsin. Biza tabriklaymiz yana bir marta bir esdalik video bo'lib qoladi. Xudo xolasa endi bu yerda Ergavoy akamiz jo'ralari, qarindoshlari bor dedilar. Shulardan ham bir chiroyli tabriklarni eshitsak, ham bir esdalik video bo'lib qoladi. Xudo xolasa shuning uchun bir chetdan bir mana shu otalarimiz, akalarimiz, yaqinlarimiz tabrik bildiramiz Xudo xolasa. Shundan boshlayversak. Yaxshi. Endi voy, yaxshi. Tuğan ular mübarek olsun. Mustaman koşa koyunlar. Mana vallahi yaxshi kuni ko'rib o'tirgansan, mana so'nggi yan sanayatdim uylantirgan ekansan. Mübarek olsun. O kasap şabaytın. Yeten 50 tuğunda oturma nasip etsin. Yine bilmedim. Xudo birine yaşarsan, arkuzlu avralı boğaysan. Sırt durgan perzellerge de kuş kuvat, sana da kuş kuvat. Ağancılıktan hiç vakt kadınlarım kadınlarım kuşkarak olsun. Gelinin ayakları arasıp, tavallutun yine bilmeden mübarek olsun. Rahmat, sağ olun. Nurettin aka tabriklar, tabriklaymiz. Erkavayga doğulan gülden mübarek olsun. Yaşlarımız bahtiyar olsun Kudayım. Şu değişik etkiliş nasip etsin, hizmetleri buyursun, koşaklar hızında. Ne diyeyim, izi devam edip gidebilirsin toylara. Doğulan gülden mübarek olsun. Bıçıttın izde olsun ha? Rahmat. Ana şu Ergavoy akam jo'ralari bor ekan, tabriklar bersin. Saproya gel. Buna ikisini dinle al. Sabaroy aka, Arboy aka tabriklang. Vay bu yürek yağlı bulsun hava. Bırakım sana sandaki. Yaxşı yaxşı bilen. Oldu. Hadi orasına da. Yaxşı ama tost. Hey yeşe. Hadi erkekay. Bırak haladan da 3 günden 4 günden bir yakamlar yaxşı yerler bizi oturur. Hem biz oraya başka varız oraya. Şu ağa kelinin Kudayım hizmet buyurup öyle böyle 3 kanadan da. Ama kelin şu burada 5 yıl oturdu. Şu oturan cama burada gelip oturan nasip etti burayı. Ama o yüzden ben 70'e girip söylüyorum. Yere 70 yaşı koyar, ayağımın Kuday'ını bir yere görebileceğim. Ama şu kadar da hem icabıtıp görebildik. Yübeylerim mübarek olsun. Rahmat. Larvaya gaydım. Ayak yigitler evlenmat koymasın, tamaşa olsun, hem cevap konuşmasın. Mesela bugün kocamanın tuğan kulübünden ömrü uzak olsun. Kuvvattan beri 3-4 günden beri yaxşı niyetlileri vardır. Kendine bu ayağı yara açıp baktık yan bozun. Şu kere şu kadar şu ulma kılma kulağın began perdesi var, tehlikeler hemen bize nasip etsin. Bozun mu kuvvet kamına kurt bir milyar. Köpelege hadi. Yaxşı, sağlık, salametlik olsun Ergavoyga. Qutlug' malak olsun, tug'an kuningizz. Yengem bilan qo'sha qarib, hayotni qismini ko'rish nasib etaversin. Hamma xalqingizga yaxshi kun bo'lsin, to'y bo'lsin. Yaxshi baxtli bo'lsin. Yaqinda to'y etdingiz. Allohning quvonchini ko'rish hammaga nasib etaversin. Hamma yaxshi kun bo'lsin hayotingizda. Dep. Hepiniz tavallud ayam bilan yaşınızda yaş yaşasın. Allah'ın kızını görmek nasip etsin. Gelgen gelirlerin ayağınızı yarasın. Sevmenizge baht, saadet etsin. Tabuşlarınız bundan az yaş olsun Kudayım. Ödek kesek yaxşı ödek gelin. Yaxşı. Ayağı bir yerde odana balım var. Yaxşı bana yaxşı dostlardan tuttu. Acaba Ergavoyga qutlug' malak bo'lsin. To'lg'an kunlaringiz, to'yat kunlaringiz. Xudo talam bergan yaşını yaşayın. Mana Xudoning qatnashishi 70 yaş. Yakınlaşasın doğru gel. Xudoga shukr. Guliston opam bilan teng qadring. Hamma yaxshi kunlaringiz bo'lsin. Mana akşam har kuni mesela to'ylar bo'ldi, qutlug' malak bo'lsin, to'ylardan bo'lsa so'radingiz, Xudoga shukr. Xudochiliklarimiz abadiy bo'lsin. Hamma yaxshi kunlar bo'lsin. Chiroyli kunlarda shunday birgalikda o'tirish nasib etsin. Biz endi bu yerda yaqin qo'shni bo'lgandan keyin
Değil geliyoruz mu? Şu ne ki yaş niyetleriniz olsa, ne ki çıraylı günleriniz olsa birlikte oturuş nasip etsin. Mine Xudoga ming Alloh shukr, dayılar var, jo'larınız var, yaxshi do'st aytdi. Hammasini qo'shilamiz achaga. Umringiz uzoq bo'lsin. Ebed zo'r yoshlarni Xudo taolo bersin. Birgalikda Rustam opam bilan qo'sha qaradik. Ben yeni yaşlı yaşarım. Cemre kızlarının kızığını görüyorum. Şimdi akşamlardan keyiflerimiz bayağı güzel aşık arabanımızda hizmet ediyoruz. Sonra salamat çekmiyorsa siz. Yaşlısa yaşlısı, yüzlerden to'la, qo'shilgan yoshlar baxtli bo'lsin. Burada yaxshi to'ylar kelib. Rahmat. Erkakka tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Yuz bilan yuzlashib yuravergaysiz Xudoyim. Checham bilan teng qarg'aysiz. Ko'nglingizda neki niyatlaringiz bo'lsa, niyatlaringizga yetishib, bolalardan vaqt chog'liqlarni ko'rish nasib etavergay Xudoyim. Rahmat. Erkakka tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Checham bilan qo'sha qarg'aysiz. Ahtiqlarning ro'yatini ko'rgaysiz. Kelinlar xizmatini ko'rgaysiz. Ular shu yoshlardan yana ko'pini ko'rgaysiz. Sog' salomat bo'ling. Rahmat. Tabriklayman. Checham bilan qo'sha qarg'a. Shu yoshingizda yana shunday yosh qo'shilib yurgan nasib etib tursin. Rahmat. Assalomu alaykum. Tabriklaymiz erkakka. Doim shu. Qo'sha barim. Sog'liq bo'lsin shu. Endi tug'ilgan kunlaringizda ham shunday o'tirish nasib etsin. Rahmat. Katta rahmat, salomat bo'linglar. Yaxshi niyatlar uchun Allohga tashakkurlar bildiramiz. Ana shu tavallud ayyomlar yana bir marta hammangizga muborak bo'lsin. Yaqinda o'tkazilgan to'ylar ham muborak bo'lsin. Alloh taolo hammamizni shunday yaxshi kunlarda to'ylarga yetiraversin. Xudo xolasa. Endi shu yerda hammangizga yuqori kayfiyat, yoqim mustaqilligimiz endi bu yerda Xudo xolasa bizlar qarindoshlar, yaqinlar bilan bir o'yin kulgi qilamiz azroq. Rahmat. Kengidi dağası, hazır xavdın balası, Sivas'ına kelgindi, yigisik mavşamasa, Kari kengidi dağası, hazır xavdın balası, Sivas'ına kelgindi, yigisik mavşamasa, Sımar benim aqtağda, Ayrılısın maqtağına, Sımar benim aqtağda, Ayrılısın maqtağına, Aqtağına bir gün baraman, Dostumның kelin alaman, Osqoraydı toyuna, Instagram'a salamat, Aqtağına bir gün baraman, Dostumның kelin alaman, Osqoraydı toyuna, Instagram'a salamat. Bana koçaydan otamana gül kotarıp kamyodan, Bana koçaydan otamana gül kotarıp kamyodan, Yarın anı sevsen eğer çıkın şergini kotarıp, Yarın anı sevsen eğer çıkın şergini kotarıp, Olup olaysan tüm oğdalar yıkar, Olup olaysan birgen oğdalar yıkar, Boylarından orgulayımın çeküdürüm agenmanı, Boylarından orgulayımın çeküdürüm agenmanı, Olmanı oku bilen yanıda yaprağı bilen, Olmanı oku bilen yanıda yaprağı bilen, Ben yarım xat yozadik kichkina barmog'i bilan, Ben yo'q xat yozadik kichkina barmog'i bilan, Qur'onicha ko'chaga chiq, Qur'onlari qiroli keldi, Senga berib shirin va'dalar, Sen olib ketgani keldi. Hey, Qur'onicha ko'chaga chiq, Qur'onlari qiroli keldi, Senga berib shirin va'dalar, Sen olib ketgani keldi. Tavşanımızdan doğum kıdramızdan Hey,
Gencimler kışında Ferin ama başında Gencimler kışında Özün nice yaşında Şu kız nice yaşında Kaybol alam başında Kaybol alam başında Başından, ne yamanın başından, su gelen başından, ne yamanın başından, erken yine aylansın, elyan bekin aylansın, yüz giden yaşından, yüz giden yaşından. Karagöz boy boy, Alagöz gel beri, hey Karagöz gel beri. Ferdivan, Ferdivan geldim ha. Sine yarımın yüreğine giderdim ha. Karabağ Osmanımız devam ediyor. Toyunda Instagram'a salam
Dostum var benim ah dağda, ah dağda, ah dağda. Azide dostum ah dağda, ah dağda. Dostum var benim ah dağda, ah dağda, ah dağda. Azide dostum ah dağda, ah dağda. Sorularım. Yarından gitsin kilmez. Oyda çumalı aksana gel. Mest eyledi, sermez eyledi. Beni yüreğimde şunu söyledi. Mest eyledi, sermez eyledi. Beni yüreğimde şunu söyledi. Şey olsan garip olsun. Faydası yok sakınlamam. Bırakmadım yalan bırakmadım.
nazara bir qo'shqonni qo'yib beramiz. Zamonaviy.uz eng qaynoq hitlar. Birinchi sifatli. Haddi tik bir qoyaman dadamni soyasida men badavlat bolaman dadam soyasida quvonchlaridan taxtim bor shahzodadek baxtim bor shabonlardek aqsim bor dadamni soyasida dadamni soyasida dadamni soyasida yuribman davrim surib dadamni soyasida dadamni soyasida dadamni soyasida men badavlat bolaman dadam soyasida turibman taqdim kerib g'urur soyasida yuribman davrim surib dadamni soyasida dadamni soyasida dadamni soyasida yuribman davrim surib dadamni soyasida dadamni soyasida dadamni soyasida men badavlat bolaman dadamni soyasida tirikligi davlati boshchilar savlati onam mening jannatim dadamni soyasida Xizrdek oqsoqolli nuroniy so'zi bolli ming bir qo'qon misoli dadamni soyasida g'amlaringni qo'y g'ayot tashvishlaring menga yot boshim samo ko'nglim shod dadamni soyasida g'amlaringni qo'y g'ayot tashvishlaring menga yot boshim samo ko'nglim shod dadamni
sayesinde, dedemnin sayesinde, dedemnin sayesinde biz badavlat bağlamaz. Dedemnin sayesinde, dedemnin sayesinde, dedemnin sayesinde yürüp ben erkek bulur. Dedemnin sayesinde. Dedemnin sayesinde, dedemnin sayesinde yürüp ben davırım sürüp. Dedemnin sayesinde topkenlerim toy buldu, soyganlarim qo'y bo'ldi, qalb qo'ri nurga to'ldi otamning soyasida. Qalb qo'ri nurga to'ldi otamning soyasida. Vaxtımıza atalarımız, dedelerimiz sağ salamat olsun ha. Bir karar edi, dilge iş kongendi, bir gıbar edi. Bir güzel külgendi, bir tekrar edi. Bu alis 18 yaşımdaydı. Bu alis 18 yaşımdaydı. Çiğde zar payanı hiç görünmezse, tam geçer gezerdik ay erinmezse. Bizlerge baktılar kuşlar utunmazdı. Bu alis 18 yaşımdaydı. Bu alis 18 yaşımdaydı. Köyleyin ak edin, bir gıbar edin. Beni maftun etken bir ifar edin. 17 yaş kızın kızı var idi. Bu alis 18 yaşındaydı. Ha Bektur dayı. Bu alis 18 yaşındaydı. Cide zar ayağını hiç görünmezdi. Ton geçer gezerdi ay derinmezdi. Bizlerge baktılar kuşlar sönmezdi. Alis 18 yaşında idi. Bu alis 18 yaşındaydı. Yadımda usalning İnsirli dami, labimda qolgandir lablarning ta'mi. Bu edi bu sening birinchi ta'mi. Bu olis 18 yoshimdaydi. Bu olis 18 yoshimdaydi. 18 yoshdaman yillar o'tsa ham, yoshim hatto 90 yuzdan o'tsa ham